Mana Alhajar mahallasining kirib kelishdagi ko'rinishi mana shunaqa. Mana chiroyli joylar. Endi biz olgan joylar chek oxiri edi, o'shaning uchun unchalik ko'rinmadi. Lekin mana tep-tekis asfalt mana. Mana bu yerdan krandan suv bor, chiqadi mahalla uchun. Hamma uylarning oldida vodoprovod chiqqan. Ana kirib kelishi. Mana ko'rinishi. Mana детский площадкasi ham bor mana. Mana yo'lni ham ko'rsatib qo'ying. Mana tep-tekis yo'l. Asfalt tep-tekis. Zo'r joydan. Hozir shunaqa halik bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 30 sentyabr 2025-yili Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Bo'ka mufining Alhajar mahallasida turibmiz. Sotiladigan uy bor ekan, o'shani ko'rsatmoqchiman. Bo'ka tuman raytsentrdan shu yergacha 30 kilometr. Mana maktab, mana o'yingoh. Tak. Yana bir 400 metr naryoqda daryo bor. Hozir endi uyni ko'rsataman. Mana uyi bu. 3 xonali ekan, remont talab ekan. Naryoqdan kiradigan joyi bu yoqda. Hozir men bu yerdan ham kirsam bo'ladi. 15 sotik ekan. 15 sotik. Hozir endi yon atrofini ko'rsatishim kerak. Bu yerda suv sal problema, muammo, o'shaning uchun asosiy bu yerda chorva bilan shug'ullanadi. Chorva bilan. Mana огражденияsi mana 15 sotik. Uy remont talab. 3 xonali. Narxi 110 million deyapti. Kami bor. Kelsa bo'ladi. Variantga kelsa ham bo'lar ekan, dokumentni hali to'g'ri bo'lmabdi. O'sha dokumentga harakat qilyapman aka dedi. Egasi hozir qo'yib qo'yavering. Kimga kerak bo'lsa, bemalol gaplashib hal qilsak bo'ladi deb qoldi. Hali kadastr tayyor emas ekan. Mana remont talab 3 xonali. 15 sotik. Hammasini aytdim. Bu yerda suv muammo bo'lgan ekan, endi asosiy bu yerdagilar haligi chorva bilan shug'ullanadi. Shiprlarni yangilabdi lekin. Shiprlari yangi. Mana bu yoqdan kirib chiqishi bu yoqdan ekan mana. Endi kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerini pastga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlashib, kelib, savdo qilib, egasi aytdi, variantga ham mayli gaplashsak bo'ladi dedi. 50 million bersa, qolganini keyin bersa ham bo'ladi. Ko'klamga borib deyapti. Shuni chiqarib bering aka dedi. Bu egasi hozircha pul olishga shoshilmayapti ekan. Mana asfalt mana. Mana maktabi mana. Mana o'yingoh. Mana 400 metr naryoqda Sirdaryo. Bemalol shol ekiladigan, bilmayman necha ming gektarmi shol, 1000 gektarmi, 500 gektarmi, 2000 gektarmi shol ekadigan joy bor ekan pastda. Bir daryo yaqin. Bulardan asosiy shu chorvachilikka zo'r joy ekan. Suv muammo bo'lgan ekan, chorva bilan shug'ullanadi. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, bemalol savdosi bor, lekin kami bor. 110 million degan bilan kami bor. Bemalol gaplashsa bo'ladi. Variantiga ham bor deyapti endi. Variantini o'zlaring kelishib olasizlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Mana o'yingoh, maktab. Yo'l. Shu pastga nomerini qo'yaman. Men kelib o'zingizga nima qiziq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon nomerini qo'yib qo'yaman. O'sha telefon orqali o'sha ma'lumotlarni, qolgan ma'lumotlarni egasi bilan gaplashaverasizlar. Mana yo'li. Mana bog'chasi ham bor mana. Детский площадка, bog'cha, magazin,
hamma narsa bor. Mana qishloqni ko'rishi. Endi u chekkada o'sha uyni nima deydi, bog'i yo'q ekan. Mana qishloqni ko'rinishini ko'rsatib qo'yiblar. Chiroyligina. Kelib chorva bilan shug'ullansa bo'ladi. Endi dehqonchilikka shug'ullanish uchun endi pastga shol eksangiz bo'ladi. Sholiga bo'ladi pastga eksa. Bu yoqda 400-500 metr pastlikda shol ekadigan joy bor. Daryoning yoqasida. Sirdaryo o'tgan bu yerdan. Ana ko'rish mana. Bemalol kelib turib yashasa bo'ladigan yaxshi joy. Kimga qiziq bo'lsa kelaveradi.